yurtboshimizni yonida turib biz ham qo'limizdan kelganicha bugun mana aytdik, yaxshi o'qigan, imkoniyati pastroq agar bo'lsa 20 ta bolani Afsonalar bog'i mas'uliyat cheklangan jamiyat kontraktini to'lab beradi. Qiynalganroq oila bo'ladigan bo'lsa 20 ta ishchi o'zimizga shogird qila olamiz va ularni ham sirtqi o'qishga pulini to'lab oyligini berib ishlatamiz. Bugungi kunimiz boshqacha bo'lishi uchun programma shunaqaki, turilishni bir ko'rib o'tamiz. Tillarni qayta ishlash, zargarlikka kiramiz. Albatta, parkda hamma attraksionlar sizlar uchun ishlaydi. Maza qilib dam olamiz. O'zimizdan ham zo'r arxitektorlar, dizaynerlar chiqish kerak. Mana shu proyektlarni o'zimiz o'zbek bolalar, qolsa yana Namangan bolalar. Shu yo'nalish qiladiganlar bo'lsa, Turkiyaga agar olib borib staj o'rganadigan bo'lsa, kelajakda biz yordam beramiz. O'quvchi. Nima o'qishimiz hech narsa bo'lmadi. Taksgar oldi. Tabii karlarni bu prinsip qo'llanib kerak. Mayli, olmas, lekin haftaning ne'mat uchun dedi, ya'ni qaytarish. Yo'q, endi bitta narsa biznes qilish uchun kalla kerak. Hisob kitob kerak. Hisob kitob bo'lishi kerak. O'qib bo'lsa yana bo'lsin. Afsona brend ta'sischisi, Namanganimiz yetakchi mahalliy tadbirkorlardan Abdullayev Qudratbek Qosimjonovich taklif etamiz. Qanaqa holatda bu Afsonalar brendiga asos solingan? Yangiliklar yoki biznes rejalarimiz 16 yoshimda gaz ulaganman. 17 yoshda keyin operator bo'ldik. Keyin rahbar bo'ldik. O'zidan o'zi bo'lmadi-ku. Toshkentda qilsa nima bo'ladi deydi. Aytdim yo'q. Toshkentda Namangandan o'xshaganda ko'p, juda ham ko'p, mingtadir, 2000tadir. Kelinni mashina qilamiz. Bugun maqsadni katta olinglar. Da o'sha yo'nalishni eng kattasi, eng birinchisi bo'laman dedi. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich aytganida o'qisak, shu proyektlarni dunyo bo'yicha biz o'zbeklar qilarmikin? Yaxshi proyektlarni.